Müminlerin iman cihati en mükemmeli bolsa, ahlak en güzel boğunu, eltafahum bi ehli ve ailesi en mulayim boğunu, açıklanmagını, gazaplanmagını deydi. En mühimi Allah'ın muhabbetini qo'lga keltirishimiz uchun. Va shundaqla Alloh taolo ochiq yomon odamlarga bermaydigan, faqat mulayim odamlarga beradigan ne'matlardan quruq qolmayli deydi ekanmiz o'zimizning ochiq yomonlikdan iborat bu illatni qarab boqqudak bo'lsa. Ya'ni hayot tajribamga qarasam, g'azab bütün yomonliklarning manbasi ekan, bütün yomonliklarni o'zi to'playdi ekan. Şeytanның bizning imonimizni buzish uchun, shundaqla qilgan amallarimizni yo'q qilish uchun bizga hujum qiladigan eng chong yuch bo'lsa, bizdagi ochiqlanish tabiati. Bilginimizdek ochiqlanish inson tabiatida bo'ladigan, ya'ni Alloh taolo bizni yaratgan normal bir hissiyat va yoki salbiy ishlar qaytargan insonning inkosi. Lekin bu hissiyat, ya'ni bu ochiqlanish urug'liq yerga bo'lmasa, to'g'ri yerga bo'lmasa, kontrol qilinmasa, shaytonning yemiga aylanib ketadi. Ya'ni shayton bizni ana shu ochiqlanish orqali kontrol qilib oladi. Natijada bo'lsa, bizning iymonimizni buzadi. Shundaqla qilgan amallarimizni, yaxshilarimizni ochiqlanish orqali hammani yo'qqa chiqaradi. Shundaqla dunyolik jihatdan ochiqlanish kontrol qilinmasa, muhofazat qilinmasa, bizning tan sog'lomligimizga, ruhiyatimizga, shundaqla bizning hissiyotimizga, aqlimizga nihoyat ig'ir ziyonlarni olib keladi. Masalan, ochiqlanish o'rinsiz yerga bo'lsa, kontrol qilinmasa, inson aqlini yo'qotadi. Chunki ochiq aqlni kesadi. Insonning aqli kesilgan vaqtida ig'izning har xil kufr gaplar chiqishi, Allohga isyon qilib qilishi, har xil ig'ir xatoliklarni o'tkazib serishi mumkin. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom el-g'adabu yufsidul iman kama yufsidus sabrul asal. Ochiqlanish, g'azablanish, ya'ni ochiqni kontrol qilmaslik iymonni xuddi ochiq dora hasalni buzib o'tgandek buzib o'tadi deydi. O'ylab boqing, biz xatarni his qilmayotgan, biz sal qarayotgan bu ochiqlanish mana shundoq bizning iymonimizni buzib o'tadi. Bizning iymonimizni buzib qolmasdan, bizning qilgan yaxshilarimizni, amal ibodatlarimizni buzadi. Masalan, biz Alloh yo'lida sadiq qilsak, sadiq qilib bo'lib, ondan keyin u odamga aziyat bersak, ochiqlasak qilgan sadiqimiz hammasi bekorchi bo'lib ketadi. Masalan, ayolimizga yaxshilik qildik, bolalarimizga yaxshilik qildik, yaxshilik qilib bo'lib, uningga minnat qilsak, ya'ni ochiqlash orqali minnat qilsak, qilgan yaxshiligimizning hammasi nolga teng bo'ladi. Bu haqda Alloh taolo Qur'on Karimda ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni val adha. Ey Allohga ishongan kishilar, sadiqanglarni, yaxshiliginglarni minnat qilish orqali, aziyat berish orqali buzib etmanglar deydi. Ya'ni ayolinglarga yaxshilik qilgan bo'lsanglar, oilanglarga yaxshilik qilgan bo'lsanglar, minnat qilish orqali, aziyat berish orqali, ya'ni ochiqlash orqali hargiz uni buzib etmanglar deydi. Demak, ochiqni kontrol qilmaslik bizning Alloh yo'lida qilgan yaxshiliklarimiz, sadiqimiz va shundaqla oilamiz qilgan yaxshiligimizni yo'q qilib o'tadi. Bu sababdan shayton ochiqqa nihoyat amroq. Ya'ni bizni ochiq qilishga nihoyat hirisman keladi. Chunki ochiqlansak, yuqorida deganimizdek iymonimiz buziladi, yaxshi amallarimiz buziladi. Bu sababdan shayton ochiqlangan vaqtimizda nihoyat xush bo'lib ketadi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom al-g'adabu minash shayton, g'azabni shaytondan deydi. Chunki shaytonning maqsadi iymonimizni buzish, g'azabni ana shundoq iymonimizni buzadi. Bu sababdan ochiqlanish shaytondan, ochiqlanish shaytonning bizga hujum qiladigan eng chong bo'shliqi va yuchiqi. Shunga payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan va alqafahum bi ahli. Mu'minlarning iymon jihati eng mukammali bo'lsa, axloq eng go'zal bo'g'ini va alqafahum bi ahli va oilasiga eng muloyim bo'g'ini, ochiqlanmagini, g'azablanmagini deydi. Shundaqla ochiqlanmaslik, g'azablanmaslik, temkin bo'lish, salmoq bo'lish har qanday bir narsada bo'ladi ekan, u narsa go'zal bo'ladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ma kana rifqu fi shay'in illa zanahu. Qanday bir narsada muloyimlik bo'ladi ekan, ya'ni ochiqlanmaslik bo'ladi ekan, uni go'zal qiladi. Va la nuzi'a min shay'in illa sha'na. Qanday bir narsadan muloyimlik ko'tarilib ketadi ekan, ya'ni qo'pollik, ochiqlanish bo'ladi ekan, u narsa salishib ketadi deydi. Demak, bir odamda muloyimlik bo'ladi ekan, ochiqlanish bo'lmaydi ekan, tamkinlik bo'ladi ekan, u odamning axloqi nihoyat go'zal bo'ladi. Va shundaqla bir odamda ochiqlanish bo'ladi ekan, muloyimlik ko'tarilib ketadi ekan, u odam bir qabih odamga, ya'ni axloqiy jihatda qabih axloqli odamga aylanib qoladi. Demak, ochiqlanish mana shundaq bizning iymonimizni buzadi, qilgan amallarimizni buzadi, shundaqla bizning axloqimizni buzadi. Bu sababdan shayton bizni davomli ochiqlanishga undaydi. Undan boshqa ochiqlanish ruhiy jihatda bizni tushkunlikka mubtalo qiladi. Chunki biz ochiqlangan vaqtimizda adrenalin hormoni ko'plab ishlab chiqariladi. Kortizol darajasi, ya'ni besim hormoni o'rlaydi. Bu hormonlarning davomli yuqorilab turishi mingimizdagi serotonin, ya'ni xushallik hormonining tuvallishiga sabab bo'ladi-da, doim tushkun, qopqon turib bo'lib qolamiz. Tushkunlikka mubtalo bo'lsak, hayotdan lazzat olmaymiz, xushallik topolmaymiz, oilamiz huzursiz bo'linadi, hayotdan hech qanday ishqib huzur olmaymiz. Undan boshqa o'rinsiz ochiqlanish, ochiqni kontrol qilmaslik bo'lsa, odamning o'ziga bo'lgan ishonchini tuvaltadi. Chunki ochiqlangan odam, ya'ni o'rinsiz ochiqlangan odam ko'p hollarda ochiqlanib bo'lgandan keyin
darhol pushaymon qiladi. Bu pushaymonlik davomlashaversa, inson men bir gunohkor ekanman deb gunohkorlik psixikasi eshib ketadi-da, o'ziga ishonmaydi, o'zini davomli so'roqqa tortib o'zini gunohkor his qiladi. Undan boshqa ochiqimizni bosmasligimizning, ochiqimizni kontrol qilmasligimizning bizning tan salomatligimizga nihoyat ig'ir ziyni bor. Amerikadagi yurak jamiyati e'lon qilgan maqolada ochiqlanish uzun surgan vaqtda qon tomirining kengish qobiliyati ta'siriga uchraydi. Bu sababli a'zolarga boradigan oksigenlar joyida borolmaydi. Undan boshqa biz ochiqlangan vaqtimizda adrenalin va noradrenalin hormonlari yuksak ishlab chiqariladi-da, bu texmi ochiqlanishga kuch beradi va shundaqla qon besimimizni yo'qotadi va qon tomirimizni taraytidi. Ölüm girdabıga elib baradi. Neticede ig'ir bo'lgan vaqtda yurak tiqilmasi, meni qon tushish o'xshash sabablar bilan o'lib ketishga sabab bo'ladi. Demak, biz sal qaragan ochiqlanishning bizning tan salomatligimizga mana shunday ziyni bor. Undan boshqa ochiqlanishning ijtimoiy jihatdagi ziyonlari intayin ko'p. Masalan, ochiq yomon mijozi chus odamning atrofida odam bo'lmaydi. Bir ish qilay desa, qashida odam bo'lmaydi, yolg'iz qoladi. Hatto bundaq bir odam xizmat tepishdimi qiynaladi. Ya'ni mohiyatda bir ish qilishda qiynaladi. Shunga Alloh taolo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga "Law kunta faddan ghalidal qalbi lanfaddu min hawlik." Sen ochiq yomon to'ng qo'pol bo'lgan bo'lsang, atrofingdan sahobalar tarab ketadi. Sen muloyim bo'lganliging uchun atrofingdagi kishilar bor deb bizni muloyim bo'lishga chaqiradi. Demak, bir ish qilayli, ya'ni mohiyatda bir ish qilay deydi ekanmiz, ochiqimiz yomon, mijoz chus bo'lishdan iborat. Bu illatimizni tuzatishimiz kerak. Eng muhimi Allohning muhabbatini qo'lga keltirishimiz uchun. Va shundaqla Alloh taolo ochiq yomon odamlarga bermaydigan, faqat muloyim odamlarga beradigan ne'matlardan quruq qolmayli deydi ekanmiz, o'zimizdan ochiq yomonlikdan iborat bu illatni sukib tashlashimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Innalloha rafiqun yuhibbur rifqa." Alloh taolo muloyimdir, muloyimlikni yaxshi ko'radi. Alloh subhanahu va taolo muloyim odamga, qo'pol, to'ng odamga bermagan ne'matlarni beradi deydi. Shundaqla muloyimlik bir oilaga nisbatan u oilaning baxtli bo'lishi, huzurli bo'lishi, farzandlar uchun dunyodagi jannat bo'lishining asosi. Masalan, bir oilada onaning ochiq yomon mijozi chus shundaq bo'ladi ekan, u oila bolalar uchun dunyodagi bir jahannamga aylanadi. Shundaqla otaning, ya'ni dadining ochiq yomon bo'ladi ekan, u oila ayol uchun, farzandlar uchun dunyodagi bir jahannamga aylanadi. Shuning uchun har birimiz Allohdan muloyimlik tilaylik. Alloh subhanahu va taolo beradigan, ya'ni qo'pollarga bermaydigan, faqat rafiq, muloyimlarga beradigan o ne'matni quruq qolmasligimiz uchun, oila jannatimizni dunyodagi jahannamga aylantirmasligimiz uchun Allohdan muloyimlik tilaylik. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda "Iza aradallohu bi ahli baytin khayran adkhala alayhimur rifq." Alloh taolo bir oilaga yaxshilikni iroda qilmoqchi bo'lsa, u oilaga muloyimlikni ato qiladi deydi. Ya'ni u oiladagi ayolni, onani muloyim qiladi, dadini muloyim qiladi deydi. Demak, ochiqlanish kontrol qilinsa, qarab qolgan bo'lsak, yuqoriga o'xshash bizning iymonimizni buzadi ekan, qilgan yaxshilarimizni buzadi ekan, oilamizni dunyodagi bir jahannamga aylantiradi ekan, tan salomatligimizga ziyonlik ekan, ruhiy jihatda bizni tugashtiradi ekan, tushkun qiladi ekan. Buning ziyonlari mana shunday ko'p bo'lgan ekan. Ya'ni dunyolik, oxiratlik, hatto ijtimoiy jihatda bizni nurg'unlagan xizmat fursatlari, tijorat fursatlaridan mahrum qo'ydi ekan. Bunday qolsa bundan qutulish har bir musulmon uchun farz. Shundaqla ochiq yomon, ochiqni bosolmaydigan odamga nisbatan ochiqni kontrol qilish uning bir jihodi, shundaqla eng ulug' ibodati. Bir sahoba payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga kelib, "Ey Rasululloh, avsini, men yaxshi bo'lsa bir tavsiya qilsizlar" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom odamga "La tag'dab, ochiqlanma" dedi. Bu odam yana boshqa sho's tavsiya qilsizlar dedi. Rasululloh yana o'xshashlar "La tag'dab" dedi. Rasulullohdan yana so'radi. Rasululloh yana "La tag'dab, ochiqlanma" deb 3 qatim dedi. Takrar deganlik uchun bu odam o'ylandi. Keyin mush tavsiyaga amal qildi va oxirida dedi: "Fa idal ghadabu yajma'u sharru kulli." Qarab baqqudek bo'lsam, ya'ni hayot tajribamga qarasam, g'azab bütün yomonliklarning manbasi ekan, bütün yomonliklarni o'zi to'playdi ekan deydi. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam nurg'ulg'an hadislerde ochiqni tutib olishga o'zini besishga buyurdi. Va shundaqla laysa shadidu bis-sari'a, botir degan, qahramon degan u chelishdi yengini emas. Innama shadidu allazi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Ochiq kelgan vaqtda o'zini tutib olgan, o'zini besib olgan odam haqiqiy botir. Nima uchun? Chunki ochiqni besish, ochiqni tutanmaydigan, g'azabini tutanmaydigan odamga nisbatan nihoyat qiyin bir ish, uzun jarayon talab qiladi. To'xtamay tirikchilik talab qiladi. Bu sebepten ochiq yomon odamga nisbatan ochiqni kontrol qilish u bir uning jihodi. Bu sebepten Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ochiqni yutgan odamlarga ajoyib katta mukofotlarni va'da qilgan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ochiq kib turib, ochiqni ijro qila oladigan turib, ochiqni yutgan odamga Alloh taolo qiyomat kunisi bütün xaloyiqlarning oldida chaqirib, xolgan hurlarni tanlab olgan deydi. Demak, mana shunday mukofotlar ochiqni yutganga va'da qilingan. Nima uchun? Chunki ochiqni yengish nihoyat qiyin bo'lganligi uchun, ammo ochiqni yengilib bo'ldiganligi, ya'ni inson tirsa ochiqni yengilib bo'ldiganligi uchun Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana shunday mukofotlarni vahiyga tayinib turib bizlarga xabar bergan. Alloh taolo bo'lsa Qur'on Karimda mu'minlarning sifati qatorida va iza ma ghadibu hum yaghfirun, haqiqiy mu'minlar ochiq kelgan vaqtida, ya'ni yo'ldosh ochiqni keltirsa yoki ayoli ochiqni keltirsa, ochiq keldigan ishlar bo'lsa, yaghfirun, ular afu qiladi deydi. Bu mu'minning bir sifati. Va shundaqla ana shunday ochiqni bosgan, ochiqni yutgan kishilarga Alloh taolo va sari'u ila maghfiratin min robbikum va jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Robbinglarning mag'firatiga va kengligi osmonchilik keldigan jannatga oldiringlar. Bu jannat taqvodorlarga tayyorlandi.
Bu taqvodorlar kimlar? Allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-darra. Xo'sh vaqtida, ochiq kelganda, kengchilikda va torchilikda, tijorat oqqanda, oqmaganda Alloh yo'lida chiqim qildi Allah. Alloh yo'lida pul xarjlashni o'ziga vazifa, majburiyat deb qaydiganlar. Ikkinchisi bo'lsa, wal kaziminal g'ayz, ochiqni yutqanlar. Uchinchisi bo'lsa, wal afina anin nas, kishilarni afu qilganlar. Demak siz ochiqingizni yutib, ochiqingizni yutish bilan birga afu qilib o'tsangiz, siz mana shu ikki xil turning hammasiga tushsiz. Va shundaqla Alloh taolo bu oyatning davomida vallohu yuhibbul muhsinin, buning eng yuqori bir darajasi bor. U bo'lsa-mu muhsinin, ochiqingizni keltirdi, ochiqingizni bosdingiz, ondan keyin afu qilib o'tdingiz, ya'ni ko'nglingizni yomonlik saqlamadingiz. Ondan keyin uningga yaxshilik qila olgan bo'lsangiz, siz muhsinlar darajasiga o'laysiz. Ya'ni eng yuqori martaba bo'lgan muhsinlar darajasiga o'laysiz. Demak, ochiqni yutish bizni mana shundaq martabaga erishtiradi. Shundaqla ochiqni yutish Alloh rozilik uchun yutgan narsalarning eng afzali, eng yaxshisi. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ma min jur'atin ahabbu ilalloh min jur'ati g'ayzin yakzimuha 'abdun." Hech qanday bir yutum ochiqni yutib o'tgandimi Allohga suyumlik emas. "Va ma kazamaha 'abdun lillah illa mala Allohu jawfahu imanan." Qanda bir banda ana shunday ochiqni yutib o'tadi ekan, Alloh taolo uning qursuqini, uning qalbini iymonga to'ldiradi deydi. Demak, ochiq bizning qalbimizni iymonni buzib o'tgan bo'lsa, ochiqni yutib o'tish, uni sirtqa chiqa olmaslik, u yutgan ochiq iymonga aylanadi. Ba'zi kishilar aytganda, u bizni kasal qilmaydi. Chunki biz uni Alloh uchun yutdik. Ya'ni uningdan bir ajr, mukofot kutib uni yutdik. Aslida ochiq urug'liq yaga bo'lsa, to'g'ri yaga ishlatilsa, u bir kuch, u bir energiya. Shuning uchun Alloh taolo bizning fitratimizda ochiqni qilgan. Boshqalar bizga zulm qilsa, haqsizlik qilsa, mol-mulkimizni ilib olsa, zaminimizni tatib olsa, ochiqlanmasak, bu vaqtda biz odamiylikimizni yo'qotgan bo'lamiz. Alloh subhanahu va taolo bu ochiqni bizga, melimizni ilib olsa, dinimizga hujum qilsa, zaminimizni tatib olsa, uning qarta kuch bo'lsin, uni qo'dilsin deb bizga bekitgan. Lekin biz ko'p hollarda bu ochiqni nihoyat oddiy, arzimas ishlarga sarf qilamizda, buyuk ishlarda, o'zimizning haqqini qo'g'dashda, zaminni qo'g'dashda, iymonimizni qo'g'dashda ishlatgili kuch topolmay qolamiz. Chunki biz ochiqimizni bir paypoq, bir ishton, bir kiyim, bir tomoq uchun sarf qilib o'tgan. Ya'ni tomoqni vaqtida pishmaganlik uchun ochiqlaymiz va shuning o'xshagan eng oddiy ishlar uchun bu energiyamizni yo'q qilib o'tamizda, ochiqlaydigan yerda ochiqlayolmaymiz. Shuning uchun ochiqimiz avaylayli, uni kontrol qilayli, uni ishlatadigan yerda ishlatayli. Chunki ochiq degan o bir hissiyot bombasi. Uni to'g'ri yerda parlamasak, parlatadigan yerda bu xil hissiyot bombasini topolmay qolamiz. Undaq bo'lsa, o'rinsiz ochiqlikni qanday saqlaymiz? Ochiqimizni qanday kontrol qilamiz? Old bilan shuni bilishimiz kerakki, ochiqni besish uzun jarayon talab qiladigan, insonning o'zini o'zgartirishi va shundaqla vaqt talab qiladigan bir ish. Bu insonning nafsi bilan elib boradigan eng chong jihad. Bu ochiqlikdan iborat, ya'ni o'rinsiz ochiqlikdan iborat. Bu illatni yo'qotish uchun tunji yo'li bizda bo'lishi tegishli sabr. Masalan, o'zimizni tuzishga bel bog'ladik, ammo yana ochiqlab qoldik. Allohga tavba qilib yana ettirishaylik. Bel qo'yatmayli, sabr qilaylik. Ya'ni o'zimizni o'zgartirib eng oxirgi nuqtaga berib bo'g'ishlik davomli mana shundaq mujodala ichida bo'laylikki, Alloh subhanahu va taolo deganda innallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Bizning yo'limizda tirishchilik ko'rsatganlarni, ya'ni Alloh rozi bo'lsin deb o'zlik ana shunday ochiqlikka o'xshash illatlarni yo'qotish uchun tirishchilik ko'rsatganlarni biz yo'limizga boshlaymiz. Ya'ni ularga yordam qilamiz deydi. Shunga sabrchan bo'lishimiz kerak. Uzun jarayon talab qiladiganini bilishimiz kerak. Oxirigacha bel qo'ymasligimiz kerak. Ikkinchisi, tirishchilik ko'rsatish bilan birga Allohdan tilash, duo qilish. Bilganimizdek duo mo'minning eng chong quroli. Albatta ochiqni besish uchun har xil usullarni, taktiklarni hammasini sinab baqsaq bo'ladi. Ammo eng avval Allohdan tilashimiz, Allohdan so'rashimiz kerak. Uchinchisi, ochiqlashning oddiy ish emas. Biz yuqori deb o'tgan iymonimizni buzganligi, amalimizni buzganligi, axloqimizni buzganligi, oilamizni buzganligidan iborat mana shu yomon oqibatlarning hammasini har vaqt eslab turishimiz kerak. Mohiyatda nurg'ulgan yaxshilarni qilib, bu ochiqlashning iborat bu illatni yo'qotmasak, qiyomat kuni xuddi tushuk xaltiga savob qochgandek quruq qo'l berib qo'yishdan qo'rqishimiz kerak. To'rtinchisi, amaliy taktikalardan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ko'rsatgan usul: "Iza ghadiba ahadukum falyaskut." Sizlarning biringlar ochiq kelgan vaqtida jim turib olsin deydi. Ya'ni ochiqimiz keladigan bir ishni ko'rdikmi? Oilamizda ochiqimiz keladigan bir ish bo'ldimi? Sukut qillik, gap qilmaylik, jim turib olishga tirishaylik. Beshinchisi, ochiqning shaytondan ekanligi. Shayton bo'lsa, o'tdan ekanligi, o'tning suvdan o'chirganligini esimizga olaylik. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Al-ghadabu minash-shayton va innash-shaytonu minan-nar va innaman-naru tutfi'u bil-ma." Ochiqning shaytondan, shayton o'tdan yaratilgan, o't suv bilan o'chidi deydi. Unda qanday qilamiz? Darhol o'rnimizdan turib tahorat qilib o'tamiz. Va yoki tahorat qilishga imkon bo'lmasa, qo'limizni, yuzimizni yuvib o'tamiz. Chunki ochiqlanish payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek, qalbda qonning qaynishi. Ondan keyin bu qon yuzimizga chiqadi, mingimizga chiqadi, ondan keyin teshga porlaydi. Jim turish olsun va yoki tahorat qilish olsun va yoki undan boshqa har qanday bir taktika olsun, ochiqni besish uchun ochiqimiz kap bo'lganda emas, tunji bosqichda ishlatamiz. Ya'ni jim turib olamiz, tahorat olamiz. Oltinchisi, ochiqimizni besish uchun ochiqimiz kelganda u yerdan ayrilish. Ya'ni uyda ochiqimiz kelib qolgan bo'lsa, uydan chiqib ketish. Masalan, ochiqlanish bo'ladi, har uyda bo'ladi. Masalan, bir kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Fatimaning uyiga keldi. Qarshi Hazrat Ali yo'q. Ne ketdi dedi? Azroq bir narsa bo'ldi. Ya'ni jidal bo'ldi. Ochiq kelib uydan chiqib ketdi dedi. Demak, Hazrat Ali ochiq kelgan vaqtda qanday qilgan? Uydan chiqib ketgan.
Öyden chiqib ketgandan keyin, u muhitdan ayrilgandan keyin bizning achchiqimiz besiladi. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek shaklimizni o'zgartsak bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Iza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis." Sizlarning biringlar o'tirgan holatda achchiq kelgan bo'lsa, o'ltirib olsin. Fa in zahaba anhu ghadab wa illa falyattaji'. Agar achchiq ketmasa, darhol yetib olsin deydi. Ya'ni holatni o'zgartirishmi bu ilmiy jihatdan isbotlangan. Shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom biz ko'rsatgan usullarning birisi. 8-inchisi Allohdan panohlik tilash. Ya'ni a'udhu billahi minash shaytonir rajim degan bu duoni o'qish. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jidallashib qolgan ikki odamni ko'rib, ma ikkisining birisi mush so'zini degan bo'lsa, u achchiq ketadi dedi. Demak, darvaqe achchiqimiz kelgan vaqtimizda darhol a'udhu billahi minash shaytonir rajim deb shaytondan panohlik tilasak, achchiqimiz besqidi. Chunki g'azab shaytondan. Shayton qo'g'lansa, g'azab qo'g'landi. 9-inchisi achchiqni yutishning, achchiqni besishning fazilati savobini o'ylash kerak. O'ylab boqali, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda achchiqni yutqa odamga qiyomat kuni ana shunda dahshatli kunda xaloyiqlarning hammasining oldiga chaqirtilib, xolagan hurdim bilan tanlab ol deyiladi deydi. Demak, mana shundaq mukofot bizning achchiqimizni besishga yetmamdi, albatta deydi. Eng muhimi qalbimizni pokizlashimiz kerak. Chunki ko'p hollarda achchiqning bir sababi qalbdagi kibrdan, cho'ngchilikdan bo'ladi. Qalbimizga cho'ngchilik kirib olgan vaqtida, ishlar bizning deganimizdek bo'lmagan vaqtda darhol cho'ngchiligimizni g'azab orqali ifodalaymiz. Cho'ngchiligimizni bolalarimizga, oilamizga ishlatamiz. Amaliyotda bu cho'ngchilikning bir ifodalanish shakli. Nima uchun men cho'ng tursam ishlarning deganimdek bo'lmaydi? Nima uchun men degan soatda tamoq pishmaydi deb cho'ngchiligimizni bir ifodalaganlik. Masalan, achchiq yomon bir odamga o'xshash xatolik, ya'ni achchiqiladigan bir ish o'zi bilan teng yoki o'zidan tuvan odamdan emas, o'zidan yuqori odamdan yuz bersa, odamning achchiq kelmasa, mening achchiqlik sababim kibrdankan, men o'zimdan cho'ng yoki men hurmatlaydigan bir odamdan bu xatolik yuz bersa, achchiqlamadim. O'zim bilan teng, oilamdagilar, kuchim yetadigan mushundaq insonlarga yuz berganda, men achchiqlandim. Bu achchiqlanish cho'ngchilikdankan deb darhol Allohga tavba qilish kerak. Va shundaqla qalbini cho'ngchilikdan tozalash kerak. Chunki bu odamda bu vaqtda ham cho'ngchilik, kibr, ham kibrdan kelib chiqqan achchiqlanishdan iborat cho'ng ikki illat paydo bo'lgan bo'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom xabar berganda, qalbida zarrachilik cho'ngchilik bor odam jannatga kirmaydi. Agar siz qo'lingizdan keladigan bütün ishlarni qilib turib, ya'ni g'azabni besish uchun Rasululloh ko'rsatgan va undan boshqa o'zingiz biladigan bütün ishlarni qilib turib, savob mukofotini o'ylab turib, g'azabning xatarini bilib turib, yana qutlanmagan bo'lsangiz, siz bu haqda psixologlardan yordam oling. Chunki bu haqda ular sizga yordamchi bo'la olishi mumkin. Alloh subhanahu va taolo bizni shaytonning o'yiniga dassab, achchiqimizning keyniga kirib, Alloh subhanahu va taolo muloyim insonlarga beradigan ne'matlardan mahrum qilishni saqlasin. Va shundaqla Alloh subhanahu va taolo achchiqning keyniga kirib, iymonimizni buzib qilishdan, amallarimizni buzib qilishdan, axloqimizni buzib qilishdan, oilamizning huzurini buzib qilishdan hammamizni saqlasin.